Bu bir sarob, ya'ni bir to'qima bir hikoya emas. Bu haqiqatan hayotda bo'lgan bir voqea. Juda ko'p ibrat bor. Buning ichida shuning uchun diqqat bilan eshitishlarini iltimos qilgan bo'lardim. Bu qissa Vazir ibn Hubayroni qissasi. Bugun uni aytib bermoqchiman. O'spirin bir yigitni tasavvur qilinglar, Bag'dodga ishlash uchun ilm olish niyatida kelgan, bir xonani ijaraga olib yashay boshlaydi. Kunduzlari peshingacha mardikorlik qiladi. Peshindan keyin vaqtini, zamonini o'sha zamonasining mashhur olimlarining ilm halqalarida o'tkazadi. Ishlab topgan pulini 3ga bo'ladi. Bir qismini otasiga yuboradi, bir qismini ijaraga to'laydi, bir qismini o'ziga ishlatadi, bir qismini. Topgan puli ozligidan 3 oydan beri ijara pulini to'lamagan. Bir kuni uyning egasi uni yoniga chaqiradi va deydiki, senga jo'ra 3 kun muhlat. Yo ijara pulini olib kelasan yoki seni qamataman deydi. Bu yerni men faqir fuqaroga vaqf qilib qurmadim. Yigit ko'chaga chiqadi birinchi kuni, to kechgacha ish izlaydi, topa olmaydi. Ertasi kuni devonga boradi ish so'rab, kotiblik qilaman deb. Ularda ham ish bo'lmaydi. 3-chi kuni, ya'ni qamalishi va'da, pulni bermasa qamalishi va'da qilingan kuni tavakkal qilib uydan chiqadi. Dunyoning g'ami boshida kimsasiz, chorasiz holda shahar ko'chalarini aylanib kezishni boshlaydi. G'amning zo'ridan, xayoli parishon bo'lganidan qayerga ketayotganini ham bilmasdi. Yura-yura Bag'dodning chekka bir mahallalariga borib qoladi. Hikoyaning davomini qahramonimiz shunday hikoya qiladi. Ko'zim deydi, bir xarob uyga tushdi. Azbaroy ko'p yurganimdan juda ham nima qilgandim, toliqqandim. Bu uyda kimsa yashamasa kerak dedim. Kirib salqinda biroz dam olaman, nafas rostlayman dedim. Eshikni tortdim, qulflanmagan ekan, ochilib ketdi. Ichkariga kirdim. Xona nimqorong'i, to'shakda bir qariya yotardi. Meni ko'rib yoniga imladi, yoniga yaqinlashib bordim va menga dediki, "Xush kelibsan bolam. Seni menga Allohning o'zi yetkazdi. Meni kunim bitgan ko'rinadi. O'lsam kerak. Lekin bu ko'ngil dunyoga o qadar bog'langanki, uzum istayapti, uzum tusayapti. Menga uzum olib kelib bera olmaysanmi?" dedi. Men ham aytdim, "Albatta otaxon, xotirjam bo'ling. Men sizga qayerdan bo'lsa ham uzum topib kelaman" dedim va shoshilib bozorga qarab chopib ketdim. Bozorga bordim. Sotuvchidan bir shingil uzum qancha turishini so'radim. Menga bir bosh uzumni tortib 1 dirham bo'lishini aytishdi. Men unga pulim yo'qligini aytdim. Keyin ustimdagi chakmonni xullas u yerda garovga qoldirdim. Keyinroq pulini olib kelishimni aytdim, buni iltimos qildim. Ular ham yo'q demadi, ular ham rozi bo'ldi. Uzumni oldim-u, boyagi uyga qarab chopdim. Kelsam haligi keksa hali ham tirik ekan. Ulgurganimdan xursand bo'ldim, unga uzumni taqdim qildim. O'zim kunlardir och yurgandim. Uning ishtaha bilan uzumni yeyishini kuzatib, "Las qariya bo'lgandan keyin yetkazgan Allohga shukr" dedi. Men ham "Otaxon osh bo'lsin" dedim. Birozdan keyin o'g'lim dedi, "Shu xonaga kir. O'rtadagi ustunning ostini kavla. U yerda bir narsa chiqadi, bir narsa bor, uni menga olib kel" dedi. Men ham qariya aytganini qildim. Borib ustunni ostini ozroq kavladim. Kattagina bir ko'za chiqdi u yerda. Uni otaxonning oldiga olib keldim. Nimjon va kuchsiz qo'llari bilan ko'zani oldi va uni
og'zini ochib mening oldimga to'kdi. Endi ko'zani ichidan to'kilgan narsa oltin tangalar, tilla taqinchoqlar, qimmatbaho toshlar kabilar yerga tushdi. Otaxon aytdiki, bular seniki bolam dedi. Men hayron qoldim. Bu nima, bu qayerdan kelgan? Aytdiki, bu hikoya, bu xazinani bir qissasi bor tabiiyki. Keyin biroz tin olib gapida davom etdi. Bir paytlar navqiron edim, yosh edim. Akam va men Hind va Sind diyorlariga safar qilardik. Ipak jun matolarni tijorati bilan shug'ullanardik. Safarlarimizdan birida kichik bir shaharchada tunaydigan bo'ldik. U atrofdagilar o'g'riligi, boshqa qaroqchilar ko'pligi bilan u yer mashhur edi. Akamga, aka, yoningizdagi pullarni menga bering. Atrof tinch emasga o'xshaydi. Men ularni o'zim puxta qilib bir joyda yashirib qo'yay. Tinch, omon qutulsak, ertaga olib yana ketaveramiz. Dedim, akam menga yondagi barcha pullarni berdi. Bir ovloq bir joy topdim, kimsani ko'zi tushmaydigan. Ko'mdim, yashirib qo'ydim. Keyin o'sha kecha ikkimiz va boshqa hamrohlarimiz birga tunadik. Ko'p o'tmasdan qaroqchilar ustimizga bostirib kirishdi. Kutgandek bo'ldi. Qir to'polon boshlanib ketdi. Qattiq bir zarba urishgan menga, hushimdan ketdim. Ertasi kuni quyoshning jaziramasida o'zimga kelib atrofga qaradim. Ag'da, to'rtar hamma narsa, ya'ni hamrohlarimizni bir qanchasi yonimda jonsiz yotibdi, bir qanchasi yo'q. O'zimni arang qo'lga oldim. Akamni izlay boshladim. Lekin akam na tiriklarning orasida bor edi va na o'liklarning orasida bor edi. Chorasiz qolgandim. Ko'milgan yerdan boyagi pullarni oldim va bir muddatdan so'ng Bag'dodga kirib bordim. O'zimni hissamga uyimni qurdim, hayotimni yashadim, lekin akamni izlashdan hech to'xtamadim. 20 yil akamni izladim. Kutdim. Lekin afsuski akamni topa olmadim. Mana bugun men o'lim to'shagidaman. Agar meni jonim uzilsa, bu pullar senga halol o'g'lim dedi. Va Allohning izni bilan vaqt soat yetgan ekan, ko'p o'tmasdan qariya kalima keltirib bu dunyoni tark etdi. Men darhol boyagi pullarni yashirdim. Keyin qo'shnilarni yordamga chaqirdim. Qariyani ko'mish kerak edi. Birga qariyani dafn qildik. So'ng uyga qaytib yashirgan joyimdan boyagi xazinani oldim. Yaxshilab bir tugunga tugib yo'lga tushdim. Kechagina notavon bir faqir edim. Hozir esa Bag'dodning eng sara boylaridan biri bo'ldi, deb hikoya qiladi. Avval bozorga bordim, boyagi uzum sotuvchisidan qarzim bor edi, uni to'ladim, chakmonimni qaytarib oldim. Keyin yo'limda davom etdim. Bag'dodning o'rtasidan kesib o'tgan Dajla daryosidan kechib shaharning narigi qismiga o'tmoqchi bo'ldim. Qirg'oqda bir qancha qayiqlar bor edi. Ammo u ya'ni narigi betga olib o'tadi ekan. Hamma baland ovozda yo'lovchilarni o'ziga chorlardi. Meni ko'zim chetda, hech kim diqqat qilmayotgan bir joyda o'tirgan, chekkada o'tirgan bir qayiqchiga tushdi. Yosh, kuchli qayiqchilar turganda hech kim u qariyani tanlamasligi aniq edi. Men uni yolladim, uni qayig'iga mindim, suza boshladik. Ko'rinishi juda ham abgor edi. Rahmim keldi. Yonimdagi pullardan endi ozgina men ham boy bo'ldim-ku. Sadaqa qilgim keldi. Unga sadaqa pulini uzatdim. U qo'limga qarab yig'ladi. Va dediki, eskida men bunday faqir emasdim. Katta savdogar edim. Hind va Sind daryolariga safar qilib ipak va jun matolarining tijorati bilan shug'ullanardim. Men bilan birga baraka topmagur ukam ham bo'lardi. Bu kunlarning birida, ya'ni o'g'irlar bilan til biriktirib meni o'ldirib, molimni tunamoqchi bo'ldi. Lekin Alloh meni saqlab ulardan
omon qutuldim. Biroq bor mol mulkimni olib ketdilar. Ko'p o'lkalar kezdim. Oxiri shu yerlarga kelib qoldim, dedi. Uning gaplarini eshitib, ko'z o'ngim qorayib ketdi. Ko'zdagi g'amni, iztirobni ko'rib, ichim titrab ketdi. Bu boyagi mendagi xazinani egasi edi. Endi unga qaytarishim kerak. Endi unga yetishdim. Shayton o'rtaga tushadi, mazza qilib o'zingga olib qol, ozginasini bersang ham bo'ladi bunga deydi. İçimdagi kurash to auzu billahi minash shaytonir rojim degunimcha davom etdi. Keyin qariyaga yuzlanib turib, tugunni ko'rsatdim va unga dedimki, mana shu boyliklarning hammasi sizniki ota, dedim. U menga anqayib qarab qoldi, gaplarimga ishonmadi. Men bo'lgan voqeani batafsil shoshmasdan unga aytib berdim. Suhbatimiz juda uzoq davom etdi. Ukasini bir necha soat oldin dafn qilganimizni ham aytdim. Qariya yig'ladi tabiiyki, ukasiga nisbatan yomon gumonda bo'lganidan qattiq afsusda edi. Tinmay istig'for aytardi. Ukasiga Allohdan rahmat tilardi. Qariya mollarni oldi. Menga bir qismini bermoqchi bo'ldi. Lekin men olishdan bosh tortdim. Faqat o'zimga bergan 1 dirhamga rozi bo'lishini so'radim. Ya'ni o'zimga 1 dirham bergandim. O'shanga rozi bo'lsa bo'ldi. Boshqa bir chaqasi kerak emas dedim va rad etdim. Bag'dodga yana kechagidagi qashshoq holimda qaytdim deydi. Yo'lda kelar ekanman, bir necha askarga yo'liqdim. Ular meni tanib yonimga yaqinlashdilar. Endi tamom bo'ldim. Boyagi uyning egasi meni ustimdan shikoyat qilgan bo'lsa, meni endi bular qamoqqa oladigan bo'ldi, dedim-da endi o'zimcha. Lekin unaqa emas ekan, ular devon askarlaridan ekan. Men ish qidirib yurganimni xabarini topishgan, chunki bir necha kun avval o'zim devondan ish so'rab borganman. Bir kotib vafot etgan ekan, uni o'rniga yangi kotibga ularning ehtiyoji bor ekan. Meni devonga olib ketishdi. Undan keyin 1 oylik maoshimni oldindan berishdi. Men ham borib tezda uy sohibining oldiga bordim va ijaradagi qarzlarimni to'ladim. Keyin devonda to vazir lavozimiga ko'tarilguncha ishladim deydi. Kim Allohdan qo'rqsa, Alloh unga chiqar yo'lini ko'rsatadi va unga o'zi o'ylamagan tarafdan rizq beradi. Bu Taloq surasi 1-2 oyatlar. Hozirgina hikoya qilganimiz vazir Avnuddin ibn Hubayra olim, faqih, tarixchi va tilshunos. Abbosiylar xalifasi Muqtafi va undan keyingi taxtga o'tirgan Mustanjidning vaziri bo'lgan. Ilm ahli, faqir fuqaroga juda ko'p ehson qilganidan ehsonparvar biri bo'lgan, odil biri bo'lgan, juda qo'li ochiq bo'lgan. Biror marta o'zlari aytar ekan, men hech qachon zakot vojib bo'ladigan holatda bo'lmadim, ya'ni hech qachon. 560-hijriy yilda Bag'dodda vafot etgan. Ibn Jazviy u kishini yaqin do'stlari bo'lgan. O'zlari yuvgan, o'zlari qo'ygan. Janozalarida tarixda ko'rilmagan juda katta olomon ishtirok etgan. O'sha kuni bozorlar ham ishlamagan. Nega? Chunki xalqqa ko'rsatgan g'amxo'rligi bu adolatining natijasi edi. O'sha Basradagi o'zi qurdirgan bir madrasaning hovlisida ko'milgan. Alloh zotdan rozi bo'lsin. Shunaqa.